ko'p joylarga murojaat qilib, kelgan oldimizga biz tekshiruvlarni qilib, bitta xulosaga keldik. Organni saqlab qolamiz deb va'da berdik. Xudo xolasa operatsiya yaxshi chiqdi. Bu kuniga bemorimiz o'sha oyoqda yurdilar. 3 ta joyga borgan bo'lsam, matkani olib tashlaymiz. Miyomani o'zini addinni olmaymiz. Matka bilan olamiz deyishgan. Keyin yana maslahatlashib uydagilar bilan yana boshqa anaqaga bordim. Ular ham xuddi shu narsani aytdi. Yo'q, men tushunmadim, ammo anaqa matkani yarmini olamiz deyishdi. U narsa bo'ladimi, yo'qmi deb yana surishtirib, keyin bu yoqqa keldim. Bu yoq yo'q, matka saqlab qolinadigan, operatsiya qilamiz deyishdi. Mana 1 oy bo'ldi, Allohga shukr. Yaxshiman. Hozir shikoyatlar yo'q? Yo'q, shikoyatlarim yo'q. Judayam yaxshiman. Rahmat. 1 hafta bizning oldimizga yurdilar. Uyga ketdilar. Mana hozir 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri mana ahvollari zo'r, xudo xolasa. Qayta tekshiruvga keldim. Yo'q, hammasi yaxshi, Allohga shukr. Muammolar paydo bo'ldimi? Sog'liq tomonidan cho'zmanglar, vaqtida borib murojaat qilinglar, shikoyatlaringizni aytinglar. Bizlar tekshiruvlar qilib, o'sha shikoyatlaringizni bartaraf etishga harakat qilamiz.